Assalomu alaykum. Boşum bilan shu yozgan vaqtda bismillah. Og'riqmi? Yo'q, kamaydi pizza. Kamaydimi? Ismingizmi? Mirzo. Qayerdansiz? Navoiydan. Navoiydan. Ko'ring aka. Ha, yaxshi boshim pizza. Qo'yib yubordimi? Ko'ring-chi. Ha, yaxshi. Assalomu alaykum. Bu nechinchisi bu aka? Nima bo'lgan? Bo'ynim og'riyapti. Mashg'ul bo'lib ko'rib Mendachi. Ancha qo'ydim. Qo'yib yubordimi? Ko'ring aka. Ancha qo'yib oldim. Qo'yib yubordimi qo'l? Chaqagan mana Ko'ring. yaxshi. Yaxshimi? Tushing. Bismillahirrohmanirrohim. Qanday holat? Qo'rquvam bor-da, yiqilib tushaman deb. Ha aka. Yaxshi. Yuraymi? Yurasizmi? Qo'rqmasdan. Qo'rqib yo'qotib. Qo'rqmang. Ha aka. Yaxshimi? Nima degan doktorlar? Sekin-sekin yurtasan. Insultda holat. Hozir o'tga borsam yiqilsam-chi degan xayolli. Qo'rqmang, yiqilsa yerga tushasiz-da. Ko'p tashab qo'yaylik, to'shay yerga. Qaraysiz. Qo'rqmang. Anchaqasi bo'ladi. Aylanmangda, faqat tikka yuring. Aylanadigan bo'lsa. Bora qarang. Ha aka. Yaxshi aka. O'zgarish bormi? Mani qo'lim asosan qo'yib yubordi. Qo'yib yubordimi? Ushlab turganmidi qo'l? Mana shu gaplarni choyda shu bo'lmasdi. Endi ko'taringchi. Yo, Yaxshi shukr. yaxshimi? Qayerdan keldi? Gulistondan Nima bo'lgan ota? yurak Yurak nima yurak? tromb qonlar Yashapti. Yangi yurak bor, qo'yamiz. bo'yinda og'riq bor, Bismillah. boshda og'riq bor, ikki qo'lda og'riq bor, belda og'riq bor, oyoqda og'riq bor, Hozir bormi og'riq? oyog'imda bor, Bo'yindachi. ozmoz bor. Qo'yib yubordimi? Yo'q, Sal qo'ydimmi? sal qo'ydi. Shifo. Tashlab o'tirdi. Qaytasiz. Okey. Endi-chi? Yaxshi. Qo'yyaptimi? Qo'yapti. Ko'z tekkan, ko'z. Ko'zda operatsiya bo'lgan, qara ko'zim. Qalaysiz? Yengilladingizmi? Yengilladim. Shifo. Ismingiz nima, ota? Shu bilan boshlaydi. Toyir aka, qani ko'ringchi qatingizda bor. Ha, Toyir aka. Ya, Yaxshi. yaxshimi? O'sha o'tiruvdingiz, yuringchi. O'g'lim cho'g'lik bo'lganadi. Hozir bormi og'riqlar? Hozir yo'q. Yo'qmi? Qancha bo'lgan bunga? Ancha bo'ldi. Ha? Dori darmon bilan yordam beryapti. Shu dori darmon chiqargan. Mana hozir ham dorim bilan kelyapman. 6 ta dori, bir kunda 6 ta dori ichaman. Bir kunda 6 nima uchun? Og'riqlar uchunmi? Og'riq. Endi dorilar xafa bo'lib qolsa mendan emas. Qaniydi tezroq qutulsak bu doridan. Qani.
Yurib ko'ring-chi. Toyir aka. Rosa Toyir akamisiz? Yaxshimi? O'zgarish yaxshimi? Bugun 5-chi kunimiz, ko'zlari yaxshi. Ha? Ko'zi yaxshi. Ko'zi yaxshimi? Ko'zlari yaxshi, janjaliga sog'ligi. O'zgarish yaxshi, ha? Yaxshi. Biz o'g'lanni ko'ribdi, ko'zlari to'qardi-ku. Ha. To'qmaydi. Ko'zini toqmayapsanmi? Yema. Oyaga yetsa, operatsiya qilaman deyishuvdi. Yo'q, yaxshi, xudoga Operatsiya nima kerak bo'lmi? Nima degan shu operatsiya qiladi? O'zi yaxshi, xudoga shukr. Ko'z mayda tomirchalari bor, quriganda. Qurigan degan. Hozir yo'q-ku, joyiga tushibdi-ku. Yaxshi bo'ldi, janjaliga sog'ligi. Qurigan tomirlar joyiga keldi-ku. Ha, yaxshi bo'ldi. Qayerdan keldingiz? Namangan. Namangandan. Necha yosh bolangiz? 8 yosh. Nechta seans bo'ldi? Bugun 5-chi kuni. Necha seansda natija bo'ldi? Natija o'sha noyabr oyida kelganimizda yaxshi bo'lgan. Ha. O'sha birinchi kunda yaxshi Ha. bo'lgan. Ko'zani to'qib kelganmiz. Ha. Ketganimizda ko'zoynagini olib, uzoqdagi bayroq bor ekan, shularni aytib, Yo'q, yaxshi bo'lgan. Ama Bayroq ranglarini aytib. malades. Ismi nima sani? Javohir. Doktorga ko'ringan ham nimada? Men shayga kelaman deb, rosa kutdi kelishlarini. Umringiz uzoq, baxtli bola bo'lgan-a? Yaxshi ko'ryapsanmi? Aniq. Oldi berchi. Qachon uylanasan? Katta Besam. Uylandingizmi? Umringiz uzoq, baxtli bo'ling. Ahmad opanda. Nima? Belim ağrıyor, başım ağrıyor. Bismillah. Bitta ayağım ağrıyor. Kalbim bilmesen yani gülce var. Hozir oyoqda og'riq bormi? Ha, ikisiz ağrıyor. Hozir bormi? Hozir ağrıyor. Şu kollarımda nima qilyapman? Shu ikkita mana shu nimalarim bilmasam nimadan ağrıyor ekan. Hozir bormi og'riq o'zi? Yo'q, hozir yo'q. Yengilashdingizmi? Bilmas. Shifo. Qalay bo'ldi, ana? Yaxshi. Yengilashdingizmi? Assalomu alaykum. Mana yaxshimisizlar? Bismillahirrohmanirrohim. Alloh shu kelgan onaxonlarimni, opa singillarni dardlariga shifo ber. Noumid qilmagin, dunyo turguncha turishsin Alloh. O'zingni shifoxonangda shifo ber. Birovlarga muhtoj qilmagin Allohim, umid bilan keldi bular. Dunyo turguncha tursin. Bular oilasi, bola chaqasi ham kasal bo'lmasin. Hech kimga muhtoj qilmagin, doktorlarga muhtoj qilmagin. Yurtimiz tinch bo'lsin, zamonimiz tinch bo'lsin. Bizi shu rahbarlarimiz, yurtboshlarimiz umrlari uzoq bo'lsin. Eng tinch davlat bizi O'zbekistonimiz. Xudoga shukr qilishimiz kerak. Alloh mana boshqa davlatlarda urushlar bo'lyapti. Alloh ularga ham insof bersin, tinchsin. Bizni eng chiroyli O'zbekistonimizga ko'z tegmasin. Dunyoda bizni O'zbekiston kasal qolmasin. Shu uzoq yurtda yurgan bemorlarimiz bor, O'zbekistondan borgan. Ular ham qiynalayotgan bo'lsa kerak, Alloh ularning ham dardiga shifo bersin. Hamisha nima niyatda bo'lsa, niyatimizga yetaylik. Faqat Allohdan so'raylar, mendan so'ramanglar. Apajon, nechinchisi bu? Xudo xolisa bu 4-inchisi. Holatingiz qanaqa? Holatlar 100% biragizim, hozir 60%. Qoldi. Xudo xolisa. Ismingiz nima edi? Mahbuba, hozir baynsinaga opaman. Ha. O'zgarish yaxshi, xudo xolisa. Ya, nimadan kelishuvdingiz, ha? Meni mana shu chap tomon, yurak bilan mana shu tomonimda og'riq. Shu biqinim, bitta tizzam. Xudo xolisa. Hozir qaraysan. O'zgarishlar, xudo xolisa. Yaxshi, ha? Shunday tizzam bukilishib og'riydi. Ana shu. Endi shu. Xudo xolisa. Yaxshi, siz ancha ko'z tegmas. Onasidan qayerdan keldi, onam? Yo'q. Surxondaryoni go'zal Boysundidan. Oh, malladis. Nima besta qil, onajon? Men yiqilganman. Ha. Mana bitta uchab yaxshi harakati yo'q. Ha. Ikkita tizza kuchli og'riq beradi. Aha. Voy voy. Qo'y qo'llaringizda ko'rmasin. Amin. Shifo. Shunday kuchli og'riqlar borda. Qani bormi hozir? Bilmasam bor, mana bunisiga ko'proq. Endi cho'nim. Balki. Sen yengilashdimi? Ilom yengil bo'lsin. Yengil bo'lsa onam. Shifo topinglar, xudo xolisa. Habibjon, Ho. 150 yil yashang. Men sizda shuncha mijozlaringiz bor ekan,
bir umr duoyi joningizni qilaman. Allah razı olsun. Allah razı bo'ling. Ana shu oyoq juda meni qiynaydi. Yurolmayman, hassada ikki kishi sudrab yuradi meni. Endi ko'raysan. Ha? Endi yuryapman. Yurayapsizmi? Sal pasaydimi? Endi balkim pasayar. Yengillash Ha, bo'ldimi? yengil. Yengil. Men ikki kishi ushlamasa yurolmas edim. Xudo xohlasa yurib ketasiz. Habib bobojon, umri joningizga, kasbiy koringizga baraka bersin. Amin. Oltin boshingiz amon bo'lsin, yurgan yo'llaringiz zar bo'lsin. Amin. Yigit piri qo'llasin. Amin. Hazrat Davud bobojonim qo'llasin. Amin. Jamiki aziz avliyolar sizni qo'llab-quvvatlab yursin. Hamisha bolalaringizni baxtini ko'rib, Amin. baxti kamolini ko'rib, o'ynab kulib yurib, eldi xizmatini qilib yuraylik. Amin, amin. Siz kasal bo'lmang. Assalomu alaykum. Mana bormisiz? Bismillahirrohmanirrohim. Alloh kelgan shu akalarimiz, ukalarimizni Alloh dardlariga shifo bergin. Nomut qilmagin, umid bilan kelishdi Alloh. O'zingni shifoxonangda shifo bergin. Dunyo turguncha tursin Alloh. Zamonimiz tinch bo'lsin, yurtimiz tinch bo'lsin. Bizning rahbarlarimiz, yurtboshlarimiz umrlar uzoq bo'lsin. Allohim, Alloh biladi, Alloh yo'lini, kelganini, ajr va savobini bergin Allohim. O'zing shifo bergin. Mana shu kir qo'llarim em qilgan Allohim, o'zingdan so'rayman Alloh shifo sanda, mendan emas. Men sababchiman xolos. Hamisha xursandchilik bo'laversin Alloh. Amaki, assalomu alaykum. Alloh shifo bersin sizga ota. Rahmat. Bismillahirrohmanirrohim. Kechagacha Yengillik bo'ldimi? yengillik bo'ldi. Uxladim yaxshi. Malladez otam mana otam deydi. Rahmat. Qayerdan keladi Toshkentmi? Yangi yo'lda. Yangi yo'lda. Alloh shifo ber Alloh. Yengil bo'ldi. Qalay bo'ldi hozir? Yengil bo'ldi. Yengil bo'ldingizmi? Otam deydi. Chop qilaverasiz endi bir kun. Yurinchi qo'rqmasdan. Bismillahirrohmanirrohim. Bosing oyoqni otam deydi. Qalay ota? Yaxshi, rahmat. Ancha yaxshimi? Ancha yaxshi. Ko'z tegmasin. Ismingiz nima ota? Xudo bergan. Alloh, Xudoga akamni Alloh o'zingdan Xudo sendan kelib shifo bo'lsin. Otam, Rahmat. Yaxshimisiz? Katta rahmat. Xudo xolisi zo'r. Rahmat. Allohga omonatsiz. Aka qayerdan keldi? Tojikiston. Nima bilasizlar? Mana shu bosh aylanadi, bosh og'riydi. O'pish oyoq qo'lida jon yo'qda. Bosh og'riydi. Endichi? Yaxshi. Qo'yib yubordimi? Qo'yib yubordim. Endichi? Qo'yib yubordim. Rostini ayt. Rostini. Solaman. Yo'q, rostini. Ancha yengil. Ismingiz nima? Akmal. Akmal Tojikiston qayerdan? Qonibodondan. Qonibodondan keldingmi? Akmaljon qalaysiz? Yaxshi. Anami? Anaqa. Rostini ayt. Rostini. Tojikistonda bitta gapiradi. Tojikistonliklar mardlar ko'p. To'g'rimi? Biz Tojikiston xalqini hurmat qilamiz. Chunki hamma insonlar ayol va erkak zo'r. Akajon nechinchisi bu? Holat qanaqa? Oyog'i pastida bor. Yengillash bo'lyaptimi? Yengillashib to'qqadan o't maydalanyaptimi, to'shirib bilmadim. Og'riq boshlandi. Ha, maydalab tashlaymiz ekan. Ha, og'riq boshlandi. O'tda. Qimirlash boshlandi lekin. Ko'chada aka tosh tushib ketadi xudo xohlasa. Yo'q, qimirlash boshlandi mashaalloh. Kechqurun sezildi. Hozir qali og'riq bormi? Boshda bor, oyog'i pastida bor. Ya oyoq pastida qoldi. Endichi? Yo'q. Ha? Bu yoqda ozgintay bor, bu yoqda qolmadi. Qolmadimi? Qayerdan keldingiz? Bo'stonliqdan. Bo'stonliq. Ha, Bo'stonliq. Hozir qalay bo'ldi? Mana to'xtadimmi deyman? To'xtadimmi deyman. To'xtatib qo'yamiz aka. To'xtadi-yu, urib turdi shu. Tosh qimirlayotdi. Tosh tushib ketdi hozir. Oqtaveraymi? Nima tayin qilasiz tosh tushib ketdi. Qalaysiz? Yaxshi. Ismingiz nima? Shoikrom. Aka, omad sizga. Sog' bo'ling. Safar gaza qo'ymang. Aka, qalaysiz? Rahmat ayolım. Sal yengillik bormi? Bor, hammasi bor. Joyida. Siz Xavaraqal Tojikistondan keldimi? Tojikistondan. Yaxshi bir oyog'im kam. Yurdim. Kam nag'izmi? Shukr, rahmat. Rahmat. Obod bo'ling.
Bu ikkinchisimi, uchinchisimi seansi? Ikkinchisi. Qandaysiz? Rahmat. Avval bo'lin. Alloh rozi bo'lsin. 75 yosh, 7 o'g'il, 40 ta nebara, 5 ta chevara. 75 yo'q, men akam baquvvatli yana. Obod bo'ling. Yo'q, gap yo'q. Salomat bo'ling. Aka, ular ular shuna baquvvat bo'ling. Yuzlardan oshib yuring. Men xursand bo'ldim. Rahmat. Alloh Siz salomat bo'ling. Aka, nechinchisi bu? Nechinchi kelishingiz? Ben bugun keldim. Toza yangi birinchi kelishim. Qayerdan keldingiz? Xorazmdan. Nima bilsa? Menda bel qatqarin uyish. Oyoq. Ko'zda operatsiya xarak ko'rsatadi. Hozir ora bormi? Yengillashdimi? O'tirib tura olmayman-da. Endi-chi? Og'riq yo'qoldi. Ha? Yo'qoldi og'riq. Og'riq yo'qoldimi? O'tirib turish. Oshqozondan sog'. Endi-chi? Qalaysiz? Ha? Og'riq yo'qoldi. Yo'qoldimi? Ko'zim ham bir xarak ko'rsatadi. Shifosini bersin. Nechinchisi bu? 3. Yengillik bormi? Yengillik yaxshi, og'riqlar qoldida, biroq Qoldimi og'riqlar? yumushda qurish bor. So'yna sidashni palma qisib turibdi-da. Oyoqdan. Qarachi. Endi-chi? Yaxshi. Yaxshimisiz? Eshik tarafda tortishib yuribdi. Endi-chi? Yaxshimi? Kaltak ta'sir qildi. Да. Немножко осталось. Да. Есть изменения? Kaltagimni yesang yaxshi bo'lasan dedi. Kaltagimni yesang yaxshi bo'ladi. Bu nima bo'lyapti? Rahmat, yaxshi. Nechinchisi bu? 4-tinchisi. Yengillik bormi? Rahmat, yaxshi. Qayerdan keldingiz? Jizzaxdan keldim. O'zgarishlar bormi? Rahmat, yaxshi. Baxmaldanmi? Qaldan boshlayman. Nimaga baxmal deydi? Baxmal serobmi? Almalarim bor, Ha. oyoqlarim. Alloh rozi bo'lsin onajon. O'zimda ham. Alloh ancha o'zgarish yaxshi. Rahmat. Shifosini bersin. Nima bo'lyapti? Yaxshi. Ancha o'zgarish bormi? Ana yuraklarim yengil. Yengil bo'ldimi? Qayerdan keldingiz? Samarqand mana shu yerimda og'riq bor. Ana shu. Nechinchi seans bu? Bu uchinchi. Ancha yaxshisiz. Yaxshi, yo'q. O'zgarishlar yaxshi ona. Oyoq bilan Xasta tashladingizmi? Malladingiz. Nima bo'lyapti? Boshim bilan Nechinchisi bu? birinchi bugun birinchi Qayerdan keldingiz? o'tardim. Hozir bormi og'riq? Yo'q, jichcha bugun tortyapti, yo'q. Yengillash og'riq bo'larmidi? Tizim ishxonada yiqilib tushganman-da o'shandan Qayerda ishlaysiz? Hozir pensiyadanman-u, больницada ishlar edim. Больницada ishlardingiz. Qancha bo'lgan bu holatga? 5-6-7 yillar yaqida. Hozir qanday bo'ldi hozir? Ha? O'tirib turib, вообще o'tirib turolmayman-da. Yo'q, Nima qilib turolmasdim, to'g'risi. Постоянно только stullarda o'tirib yuraman-da. O'tirolmayman, ko'p o'sha joyga. Aniq yaxshi bo'ldingizmi? Yo'q, hozir yaxshi. Mana bu kelyapti-da. Yo'q, o'tirolmasdim ham-da. Yo'q. 6 oydanman deng. Apa salpa ilg'ab turadi, qo'rqmang, ha? Apa nima sizda beringiz? Girisha, Qayerdan keldingiz? Otaradan. Bilamizlar? Oyog'im uyushib, eka qo'ymacham. Siz keldingizmi oldin? Yo'q, endi kelyapti. Hozir bormi og'riq? Yengilashdimi? Ayoldan beri o'tirolmayapti bo'ldim. Qancha bo'lgan bunga? 10 yildan beri. 10 yillik. Voy tavba. Endi-chi? Ha?
Nima? Yugurib ketasiz, o'yinga tushib ketamiz. Yurinchimi? Ertaga bittaga kirib ketasiz. Yurinchimi, yurinchi? 2 haftadan beri Hozir zo'rg'a yotibsiz bu yerda. Ha, apa? Buni tipa ikkinchi etajda turamizda, qo'shnim. Chiqib tushishga olib chiqib maqtib turamiz. chiqib olib tushadi. Hozir qalay bo'ldingiz? Metimda chicha bor. Chicham. Mana shu kuymichimda. Mana shu. Bitta o'yinga tushib oling. Ha? Yala, yala. Ismingiz nima? Zumrad opa. Qancha bo'lganingiz kasalingizga? Bormagan doktorim, bormagan nimam qolmadi. Hechini olmaganim qolmadi. Endi doktorlarim endi bilmasam endi ya xudo deydi-yu. Keyin 2 haftadan beri nimaga pochkaga jo'natishadi, apparatga, yurakga apparatga jo'natib, mashinada mashinada og'riyapti. Bilishmayapti nima. Qani og'riq hozir? Bir aylanib kelingchi. O'tirib turingchi. Ha? Og'riq yo'q. O'tirib Yo'q, turaman. Yotadi, to'shak oldida yuraman, nima qilyapti? Niye Qizim hassa. Yo'q. Mana nari Qalay bo'ldingiz? Yengil. Tanasi yo'q. turing siz.